Rajastan chollarida quyosh botganidan so'ng olim sukunati hukmron bo'lgan bir joy bor. Bu Xangar qal'asi. Odamlar aytadi, bu qal'a oddiy emas, bu la'nat. Har bir la'nat ortida esa qonli tarix yashiringan. 400 yil avval Xangar gullab yashnagan shahar edi. Rajkumari Ratnavati go'zalligi bilan mashhur bo'lgan. Aytilishicha, shaharda sehrgar Singha yashar edi. U Rajkumarni sevib qolgan edi, ammo qalbi shaytoniy edi. Singha sehrli ichimlik tayyorlab Rajkumarini og'ziga rom qilmoqchi bo'ldi. Lekin Rajkumari bu makrni sezib qoldi. Rajkumari ichimlikni uloqtirdi. Shisha toshga urilib sinadi, sehrgar tosh ostida qolib oladi. Olayotib Singha la'nat qoldirdi. Xangar hech qachon baxtli bo'lmaydi. Shahar bir kechada vayron bo'ldi. 400 yildan keyin bir necha do'st Xangar qal'asida tunashga qaror qildi. Mahalliy odamlarning ogohlantirishlariga qaramay, guruh quyosh botayotgan paytda qal'aga kirdi. Ular nimadir ularni kuzatayotgandek his qildi. Qal'a darvozasidan kirgan payt nima kutayotganini bilishmasdi. Qal'aning xarob devorlari ortida nimadir harakatlanmoqda edi. Ular orasidan biri quloqiga shivirlashni eshitdi. Siz bu yerga kelmasligingiz kerak edi. Qal'a ichida qadimiy la'nat uyg'ondi. Soyalar devorlar orasida sirgalar edi, har bir qadam ularga yaqinlashar edi. Yoshlar har bir burchakda nimalarnidir sezayotgan edi. Yo'l yo'q edi. Qorong'u sahnada sirli ovozlar paydo bo'ldi, qo'rquv kuchayardi. Ular orqa tomon burildi, ammo chiqish yo'li topilmadi. Xangar la'nati ularga quvonch keltirmas edi, faqat dahshat.